Assalomu alaykum, efirda bugun yangiliklar dasturi. Assalomu alaykum. Kunning eng so'nggi yangiliklari bilan dasturimizda tanishasiz. Bir insonning butun umri san'atga bag'ishlansa, uning har bir ijrosi, har bir shogirdi va ijod namunalari xalq ma'naviyatining bir bo'lagiga aylanadi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, mohir ijrochi Abduhoshim Ismoilov ana shunday ustozlardan biridir. Gap shundaki, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati institutida Abduhoshim Ismoilov ijodiga bag'ishlangan San'atga baxshida umr nomli ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Jarayondan tayyorlangan lavhaga e'tibor qaratamiz. Musiqa millat ruhini asrlar osha saqlab kelayotgan bebaho meros. Bu merosning umri uni asrab kelajakka yetkazadigan fidoyi insonlar bilan bevosita bog'liq. G'ijjak sadolari orqali millionlab qalblarga yo'l topgan Abduhoshim Ismoilovning san'atda bosib o'tgan yo'li nafaqat ijod, balki sadoqat va matonat namunasi sifatida e'tirof etiladi. Yillar davomida ustoz san'atkor nafaqat sahna, balki yuzlab shogirdlar qalbiga ham milliy musiqaga mehr urug'ini sepib kelmoqda. Bu ustoz haqida qancha gapirsangiz shuncha kam. Shashmaqomga o'z hissalarini qo'shgan. Masalan, qancha ustozlarni o'sha keksayib uyda o'tirib qolgan ustozlarni ham chaqirib, ularni o'sha magnit lentalariga yozib olganlarini ko'p guvohi bo'lganman. Hamda mana nechta shogirdlar chiqardilar. Har bir qo'shiqlarini zaminida mana shu Shashmaqom yotadi. Chunki har bir qo'shiq o'sha oyoq qo'lli, eng keragi yurakli. Bu Abduhoshim Ismoilovning bir alohida maktabi bor. Har qancha musiqalarning ichidan ham shu qo'shiqlarni, musiqalarni tanlab olsa bo'ladi. Bunday inson har bir millatda, har bir nima desam, mamlakatda bir tug'iladigan odamda. Abduhoshim akamning qo'liga tushganimga 55 yildan ortiq davr bo'ldi. Shu davrda ichida mana qancha xalqimizga yangi ovozlarda, yangi kuylar, yangi hit bo'lgan ashulalarni yetkazib berdilar. Bundan tashqari bir qancha spektakllarga musiqalar yozib berganlar. Endi buni adog'ini aytib bo'lmaydi. Adog'ini yaqin bir hisoblaganimizda 2000 dan ortiq asarlarni o'zlari bastalab shu xalqimizga yetkazganlar. Undan tashqari o'zlarining ijodlari bilan ham o'sha g'ijjay sozini mana shu juda ham shunday bir maktab yaratdilarki, mana shu hamma g'ijjaychilar shu ustozni orqasidan ergashib, shu Abduhoshim Ismoilov uslubida ijod faoliyat qilib kelishyapti. Bu kichkinagina tadbir juda bir katta bir yoshlarga hozir juda motivatsiya degan so'z ishlatishaliga nimaga kirdi, tusga kirdi. Lekin mana shu yoshlarga ilhom baxsh etuvchi bir narsa. Yubiley deydi, boshqa deydi, mana shu tavallud kuni, asl tavallud kunlari ertaga mana shu yerda shu konservatoriyada shogirdlari, mana Salohiddin Azizboyev yaqinda ordenlar olishda o'tkir, do'stlarimiz Qodirov, shular shu ustoziga bir o'zlarini bir shogirdlik nimalarni qilib, ulardan ham keyingi avlodni tayyorlab, bularga mana shunday chiroyli kechani mana shu Yunus Rajabiy nomidagi oliygoh bilan birga tayyorlashdi. Qarang endi bu payzni qarangda, payzni. Bu o'quvchilarni, shogirdlarni hammasi shartga yig'ilgan. Ustozimiz to'g'risida qancha ko'p gapirsa shuncha ozda. Bichimga berilgan iste'dod, talant, bu yaratilayotgan narsalarni qarang. Mana hozir biz 50 yildan beri yaratayotgan narsalari hozirgacha mana davom etib kelyaptiki, radio va televideniya oltin fondiga yozilib, kim aytgan bo'lsa, bu ashulalarni yoki kimki yaratgan kuylarni cholgan bo'lsa, hozirgacha
hayotda shunaqangi o'zini o'rnini topib kelyapti-da. Eshitgan odam maza qilyapti. San'atga baxshida umr deb nomlangan uchrashuvda aynan shunday mehnat va fidoyilikka yuksak baho berildi. Tadbir davomida ustozning hayot yo'li, ijodiy izlanishlari, milliy musiqa san'atini rivojlantirishdagi xizmatlari e'tirof etildi. Ishtirokchilar uchun taqdim etilgan video lavhalar va ijodiy chiqishlar ustoz san'atkorning boy merosini yana bir bor namoyon etdi. Ayniqsa uning ijrosidagi kuylar va shogirdlari tomonidan ijro etilgan musiqiy chiqishlar tadbirga o'ziga xos ruh bag'ishladi. Dilshoda Avaz va Ismoil Ismoilov bugun dastur uchun.